أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerde balagat fasahat hakkında sözler fasahatninki sözlerde cümlelerde tepeli şartları balagatning cümlede tepeli şartları ve bularni hazırlash uchun yeterlik bilim ve sahalar to'g'ri to'xtalib kitobimizning asosiy mazmunlarini cho'ng jihatdan ikkiga bo'lib to'xtagandik. Buning birinchisi ilmul maani, ikkinchisi ilmul bayon. Ilmul maanininki mazmunlarini cho'ng 8 turga bo'lib so'zlab, oldingi turda xabar insho to'g'riliq so'zlagan, masalan xabar qurilma jihatdan jumla fe'liya, jumla ismiya deb ikkiga bo'linadi. Maqsad jihatdan foidatul xabar, lozim foidatul xabar deb ikkiga bo'linadi. Ifodalanish jihatda ibtidoiy, talabiy, inkoriy deb uchga bo'linadi deb xabarning masalasini tugatgandan keyin inshoni cho'ng jihatdan talabiy, g'ayri talabiy deb ikkiga bo'lgan. G'ayri talabiy bizning balog'at, ya'ni ilmul maanida asosiy maqsad bo'lmag'achqa buni qo'yib turdik. Andigan talabiy qismi cho'ng jihatdan 5 ga bo'linadi. Amr, nahy, istifhom, tamanni, nida. Va oldingi soatlarda ularning hammasini haqiqat ma'nolari, majoz ma'nolari bilan qo'shib so'zlab bo'lgan. Endi bugungi darsimizda shu ilmul maanininki ikkinchi bobi, ya'ni az-zikru val hazb. Arab tilining eng cho'ng alohidligi jumlalarning qurilmalarini jumlaning asosiy maqsadiga qarab qurashtiradi. Masalan, biz oldingi soatlik darsimizda jumlaning asosiy maqsadi 2. Birisi jumlaning mazmunini boshqalarga bildirish, yana birisi o'zining biladiganligini bildirish. Lekin birinchi asosiy maqsad boshqalarga jumlaning mazmunini bildirish bo'lg'achqa, boshqalarga bildirish uchun qanchalik qurilma ketarli ko'p qolsa, qurilmani shunchalik shaklda keltirish to'g'riliqni bir gap qilgan. Agar zehni xoli bo'lib qolsa, ya'ni ularga oddiy shaklda keltirsak, tushunish imkoniyati bo'lib qolsa, jumlani ta'kidlamay keltiramiz. Agar azroq taraddud bo'lib qolsa, biror ta'kidlab qo'ysak yaxshi. Agar qat'iy inkor shaklda bo'lib qolsa, jumlani inkorga qarab turib 1, 2, 3 yoki undan ko'p ta'kidlar bilan ta'kidlashimiz kerak degan mazmunlarni so'zlagan vaqtimizda bundaq bir nuqtani sizlarga eskartgan. Ya'ni jumla o'zining asosiy maqsadi bo'lgan boshqalarga jumlaning mazmunini ifodalash uchun nima ketarli bo'lsa, shu akilib, nima elevatish to'g'ri qolsa, elevatilib tuziladi. Masalan, bir jumlani ifodalash uchun jumlaning ma'lum bo'laklarini hammani to'liq jumlada tilga elish kerak bo'lib qolsa, hamma bo'laklar qana qilinadi, zikr qilinadi. Mana bu biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan zikr degani shu. Agar bir jumlaning ma'lum bo'laklarini tashlab olsakmi, bo'ladigan ish bo'lib qolsa, jumlaning ma'lum bo'laklarini qanday qilsak bo'ladi, tashlab bo'ladi. Hammalar nahviy o'qug'liq, nahviyda mayli marfuat babidagi bo'laklar olsin, yoki mansubat babiga tava jumlaning bo'laklari olsin, yoki majrurat babiga tava jumlaning bo'laklari bo'lib qolsin. Diqqat qilsak, ba'zi qoidalarda qarina topilgan vaqtda uni tashlash durust, qarina topilgan vaqtda buni tashlash durust. Qarina topilsa, av bo'g'achqa ma'no so'zlamasak bo'ladi. Masalan, ma'uz bir amil degandekchi izohlab turadigan, tafsir qilib turadigan bir bo'lak bo'lib qolsa, oldidagi jumlaning ma'lum bo'lakini tashlasak bo'ladi degandek bir gaplarni to'la anglaymiz. Yana bu yerdagi tashlasak bo'ladi deganlik, shu bo'lakni tashlasak-mu, jumla o'zining asli muddaosi bo'lgan mazmunini muxotabga ifodalashdan iborat bo'lgan maqsadni ado qila oladi. Agar ado qilinmasa, jumlaning hech qanday bo'lagini tashlash qolmaydi. Demak, jumlaning bo'laklarininki so'zlanishi yoki tashlanishi dal jumlaning o'zining asli muddaosi bo'lgan ma'nosini ifodalashdan iborat bu rolini joriy qildira olish, qildira olmaslikka bog'liq. Agar jumlaning bir bo'lagi bor, men ikki bo'lak bo'lsin, xabar bo'lak bo'lsin, to'ldiruvchi bo'lak bo'lsin, buni so'zlamasak, jumlada ekamasak, jumlaning mazmuni ifodalanmaydigan bo'lib qolsa, cho'qim ma bo'lak so'zlanadi. Agar ma bo'lakni tashlab olsakmi, jumlaning mazmuni asli muddaosini normal ifodalaydigan bo'lib qolsa, bu bo'lakni tashlab olsak bo'ladi. Shu nuqtadan balog'at ulamolari jumlaning bo'laklarining asli muddaoni ifodalash, ifodalayolmaslik nuqtasiga qarab turib, ya'ni
sözlümüsek, ifadelenmese çokum söz deymiz. Eğer sözlümüsek ve ifadeleyebilse taşlayımız diyen noktadan iki bahs ettiğimiz ne meydana çıktı? O olsun mukayese edilse el-zikru vel-hazfu. Endi bunun ötesi çoğun kurulup çökeş için çokum nehvideki bütün mahzufatlar. O taşlansa buludu, bu taşlansa buludu, ayeti bir tane bilek taşlanlık, mayeti bir tane bilek taşlanlık, hemmini izniş doğru buludu. Endi biz okuvchilarning seviyesiga yarışa, mas şekilde bugün fakat zikr hazbining bir qancha davofi omillerini, zikr hazbi qilinishining sabablarini so'zlab bilan bo'ldi qilamiz. Chunki o'quvchilarimiz balog'atga nisbatan yangi. Ammo ikkinchi qatim balog'atni cho'nqurlab o'qish to'g'ri kelib qolgan vaqtida butun oyat hadislarni misol qilib tadbiqiy shaklda ma bilakda, ma jumlada pukuni bilak tashlangan. Nimishqa? Ma'na ma'mao. Mushu ma'na ash bilak bo'lmisimu ifodalanadi. Ma jumlada ma bilak tilg'alingan qayta. Çünkü ma bilak bo'lmaganida ifodalamoqchi bo'lgan ma mazmun ifodalanmaydi. Degandek bir xil tadbiqiy shaklda hammani amaliyotda ko'rsatish kerak. Ammo bugun inshaalloh qisqacha zikrning omillari qaysi, hasbining omillari qaysi, zikrga sabab bo'ladigan sabablar qaysi, hasbiga sabab bo'ladigan sabablar qaysi, bu to'g'risida qisqacha to'xtalamiz. Abdur deyotdi: "Fa iza urida ifadatu sami hukman." Halqa oldingi darsga qaytadi Abdur. Yani sami'qa bir hükümni ifadalab bermoqchi bo'lgan vaqtida. İza urida ifadatu sami' hukman. Sami'qa bir mazmun, hukm degani mazmun degani. Bir mazmunni ifodalamoqchi bo'lgan vaqtida fa ayyu labzin yadullu ala ma'nan fi fal asl zikruhu. Shu hukmda degani shu mazmunda ma'noga dalolat qiladigan qanday bir lafz bo'lib qolsa, degani hukmning jumlaninki mazmunini ifodalash qarashli qolib qolgan har qanday so'z fal asl zikruhu ki aç sözün söz. Zikr qilish asli. Demek çoğunu cümlenin mazmunu qarash qolib qolgan bilan çoqum so'zlanadi. Wa ayyu labzin alima min al-kalam. Cümleden bilingen her qanday söz degani, agar buni tashlasak mı, bo'lmasimi ifodalana tushuniladigan har qanday so'z bo'lib qolsa, nimishqa desa, cümlenin qolgan qismi shunga dalolat qilganlik uchun fal asl hasbuhu ki asli qoida buni tashlab o'tish. Bayatni tushundiganim shu yana. Agar cümlenin asosiy mazmuni şu bilek bo'lmasa ifodalanmaydigan bo'lib qolsa, cho'qim so'zlaymiz. Agar jumlaning asosiy mazmuni şu bilek bo'lmasa ifodalanadigan bo'lib qolsa, tashlasak bo'ladi. Bu arab tilining qoidasi, arab tilining bir ixchamtiri. Va iza ta'arada hazan al-aslan, yani mush ikki asli prinsip zid kelib qolgan vaqtida bu ikkisining taqozzosini yana birining taqozzosiga ma'lum sabab tufaylidan chiqarildigini hal qilib chiqishini sabab ketadi. Masalan, shu zikrning sabablarining birisi izohatni ve muqarrarlashtirishni texmi oshirish. Odatda ba'zi jumlalarda tilga ilinmasin bo'ladi, lekin qayta tilga ilatish jumlaning mazmunini texmi ro'shanlashtirish. Masalan, ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Birinchi qatim oyatning boshida ulaika bo'lg'achqa, ikkinchi qatim humul muflihun deb akasini bo'laverdi. Ammo bu yerdagi asosiy maqsad jumlaning mazmunida zimini pastga keltirish orqali taxsis chiqarish orqali mazmunni texmi muayyanlashtirishga nijot topadiganlar boshqalar da'vo qilgandek u bu mazhab, u bu qarash, u bu dindikilar emas. Faqat kimlar o desa, shu oyatning beshidagi tilg'ilingan 5 turli odamlar. Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin deb bo'lib, allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salat va mimma razaqnahum yunfiqun deb ashyan bayon qilib oyatning oxirigacha 5 turli sifatlangan odamlar va ana ashular nijot topadi degan bir xil xoslik uqumni ifodalash ulaykini qoida so'zlimizda ifodalay olmaydi. Shu xil ifodalash ulaykini qoida tilga elishni taqozo qilgan bo'lg'achqa ma jumlada ulaykini qoida tilga oldik. Bo'lmaganida ulayka ala hudan min robbihim mubtada ala hudan min robbihim xabar muflihun ulaykin ikkinchi xabaros bo'laverdi. Humul muflihun deb akasak bo'laverdi asli. Lekin bayatni biz maqsad qilgan taxsis, taqrir, izohat chiqmaydi bayatni texmi muqarrarlashtirish. Bu bir sabab. Ikkinchisi qariniga ishonch azog'anlik uchun degani biz bayatni dedik. Jumladan ma'lum bir bilakni ifodalaydigan bir dalil qarin bo'lib qolsa tashlasak bo'ldi. Ammo mush dalil to'liq ifodalanmaslik ehtimoli bor. Ojiz. Bunda bo'lib qolgan vaqtida meylemde bika ifodalanmay qilib jumlaning mazmunini to'liq ifodalanmay qolib qolmasin deb qarini bo'lsa-mu tashlab etmay tilga olamiz. Bu ikkinchi sabab. Mishqa qarini azog'anligi yoki sami'ning tushunchasi azog'. Masalan, Zaydun ni'mas sadiq. Bu gap qanday vaqtda deysiz desa, iza sabaqa laka zikru Zayd.
Zeydning gipi bir qitim oldida uytab va tala ahdu sami' bih anglag'uchining vaqti sal uzrab ketgan bo'lsa yoki boshqalarning haqida yana bir gap tilg'ilinib qolgan bo'lsa, endi Zeyd bir qitim tilg'ilingan degan asli so'zlanmasimi bo'ladi. Zimir bilan ifodalansa bo'ladi. Ammo vaqt sal uzrab ketdi. Yoki qarshi taraf Zeyddan boshqa odam to'g'riliqmi gap aralashib qoldi qarshi taraf bilan o'tirimizda. Agar favqulodda Zeydni tilga olmay, shu zimir qaytiriblan jumlani davomlashtirib ketaversa, tushunamaslik ehtimol bo'lib qolgan bo'lg'achqa, ya'ni qariniga maydagi dalil Zeydni ifodalaydigan bir dalilga ishonchimiz nima azob qolganlik tufaylidan Zeydni tilga olmasak, ma'no to'liq ifodalanmaydi deb qarab Zeydni qaytarganimiz. Bu ikkinchi davoiy. Üçüncüsü Sami'nin dötlikiga ishorat qilish. Amdaliqqa ba'zi demasak bo'lgan gapni zo'lab deb qo'ydiganimiz bor. Masalan ba'zi. Men qaramayaga, "Manicho, mani mayaga, voy bilmay uni depamiz, yo'q sen degan dötgo'y, man depamiz ham tushunmaysiz degandek bir xil gapimiz bor bizning odatda. Bunda boshqalarni döt ifa shunday bir o'qim. Masalan, Amrun qala kaza deymiz, "Maza qala Amr" degan odamning javobi. Asli savolning qarinini so'lan Amr nima dedi desa, "Ya boraman dedi, yapamayman dedi" deb bir og'iz gap qilsak bo'ladi. Jumlani qaytadan boshdan tortib tuzib, Amrun qala annahu yadhhabu fi sa'ati sadisada. Mana shaklda deyish qarshi tarafni samashta javob bermasam o'qimaysan degandek bir xil o'qimni tuyg'uni birish uchun mana shaklda ahvollar bor. Buni o'zimizning aloqa normal til paranglarimiz hasaqni chiqadi bugün. To'rtinchi sabab, zikrning to'rtinchi sababi Sami'ga qattiq ta'kidlab o'tish, tasjil ala sami' degani qattiq ta'kidlab o'tish. Hattoki uning inkori shakllanib qolmasin. Ikkinchi qitim gapni yeni olmasin uchun xuddi hokim guvochiga hal aqarra Zaydun hada bi anna alayhi kaza? Hay guvochi, Zayd uning ustida manda gunoh va jinoyat bor deb iqror qildimi desa, guvochi ha deb qo'yib gap tugaydi asli javob savolga binoan. Ammo mishada masalani texmi inna qo'yib kelsin uchun na'am Zaydun hada aqarra bi anna alayhi kaza deb iniq jumlaning hammani qaytadan zikr qilishi qarshi tarafga nisbatan qattiq ta'kidlab o'tish. Bu to'rtinchi sabab. Beshinchi sabab bu yerdagi mazmun sal yatroq mazmun bo'lib qolsa taajjublanish. Masalan, birisi voy Ali yo'lbos bilan urushib o'tibdi, yo'lbosga qarshi chiqib o'tibdi desa, o'tirib Ali yo'lbosga qarshi chiqib o'tibdi deb takrorlaymiz. Qalbimizda bir xil taajjubimizda bu qanday gap bu Ali yo'lbosga qanday tang bo'lsin degandek bir xil o'qim. Jumlayda o'tadi-ku. Ali yuqamimul asad deymiz. Shu gapni zikri oldida bir qitim o'tib bo'lgan dinki deydigan gaplar masalan. Birisi kelib Ali yo'lbos bilan urushib o'tibdi desa, enkimizni silab turib Ali yo'lbosda urushib o'tibdi, mashtami gap bo'lamda deb bir xil taajjublanish ichida al gapni qaytadan takrorlaymiz. Bu mu zikriningki 5-omillarining birisi. Zikrining 6-omili at-ta'zim val ihana. Ya boshqalarni yuqori ko'tarish uchun ismini qaytatilganimiz yoki boshqalarni tushirish uchun. Masalan, biz ishlatgan jumla, zikr qilgan jumlalik so'z ifodalaysa, xuddi bir odam sizdan so'rab qolsa, qo'mondan qaytdimi desa, biz agar qo'mondonni ko'tarmoqchi bo'lsak, qo'mondonning buni g'alba ifodalarini billa qo'shimchani ifodalash, masalan, raja'al mansur, ya'ni nusratga erishgan holatda qaytdi, g'albaga erishgan holatda qaytdi deb chunki mansur degan so'zning o'zi ta'zimni ifodalaydi. Qo'mondon qaytdimi desa, qaytdi, mag'lubiyatchi, raja'al mahzun deb bunday ifodalab qo'ysak, bir tahqil ahonat. Bularning hammasi shu jumlada ifodalangan mazmun qarashlar. Amaliyotda zikrning sabablari, davoi asboblari turkirib bundan ko'p, lekin kitobning hajmi o'quvchilarning hozirgi saviyasiga mushunchalik bo'lsa yetadi. Undan keyin ikkinchi mazmun hazbining sabablari. Ya'ni jumlada bayonlaganimizdek bir bo'lakning tashlanib ketishi cho'ng jihatdan shu bo'lak tashlansimi jumlaning mazmuni ifodalanadi. Ondan boshqa bir bo'lak sabablar bo'lishi mumkin. Qani ko'rib boqaylik. Birinchidan masalani ishni muxotabning g'ayridan yushirish. So'rinda bir nechadan o'tiryapti. Men birisiga boshqalarni yushuncha bir gap qilmoqchi, qashqa berishda imkoniyatim yo'q, uning qulig'iga pichirlay desam. Pichirlaysam imkoniyatim yo'q. Shuni nima deyman? Kapto deb qo'yman. Xudo qalab. Ha, kaptuma deydi. Ha, kapto deb qo'yman-chu. Masala nima desa, kimning kelganligini, hozir uning kimni xabar qilmoqchi bo'lganligini atrofdagilarni yushirish maqsad.
Aqbala deb qo'yma. Masalan, Alini maqsad qilasiz kiryapsiz, lekin boshqalarni yushirish uchun tashlab o'tasiz masalan. Ikkinchisi, ehtiyoj tepilgan vaqtda inkarni hosil qilib olish degani, gapni oshkor deb aytmasa, keyin yenib oldi gapdan. Masalan, laim, xasis, paskash, pichakgo'y. Laim degan paskash, xasis degan nachar degan gapchi. Laim, paskash deb qo'ysak, go'y kim deyotsa deb kelsa, indaymiz hamda. Yo, men siz demadim. Chunki men yerda jumlaning egisini tashlab emasman. Zayd laim paskash demadi. Laim paskash deb qo'ydi. Qarshi taraf nima deyotsa deb gap qolsa, masalan, shaqida, yo, men sizni demadim, davo qildi. Ya'ni muayyan shaxsni tilg'ab bo'lgandan keyin mushtash bor. Uchinchi sabab mahzubning muayyanligiga eskartish, garchi iddaoim bo'lsin. Ba'zi masalalar bor, xalqlar talishib qolgan. Biz aniq masalalarni aytib, aniq biz degandek ekanligini ifodalash uchun bir xilliqqa tabiilan tashlabdan davr masalan. Xoliqul kulli shay. Hamma narsaning yaratquchisi kim o'sha? Alloh. Buna aniq masala bu. Vahhabul uluf. Masalan, başlamoqda vaqtda ming-minglab berguchi. Agar buni Alloh qarasa, Alloh bizga ming-minglab ne'matlarni berguchi. Bu aniq kimning birdiganligi. To'rtinchisi, sami'ning diqqatini sinash, yoki diqqatining qanchalik ekanligini sinash. Masalan, nuruhu mustafadun min nuri shams va wasitatu iqdil kawakib desa. Bir jumla bir xil mazmun o'ziga olgan. Agar qarshi taraf diqqat qilib o'tgan bo'lsa tushunmaydi. Diqqat qilib o'tmagan bo'lsa tushunmaydi. Jumlaning egisi tashlanliqlik. Egisi tashlanliqlik buning nuri quyosh nuridan elinadi. Bu yulduzlarning orasidagi cho'ng bir javharlik yulduz degandek. Vasita iqd degani javhar cho'ng javharni ko'rsatadi. Bu xil sifat o'zining nurini quyoshdan elish, cho'ng bir javhar vasitatul iqdul kawakib degani yulduzlar sistemasidagi bir javharlik yoki muhim bo'lgan bir planet degan o'qim desak, bu qaysi desa, yana. Qarshi taraf mazmunga diqqat qilayotgan bo'lsa, biz gapini qilayotgan narsaning oy ekanligini tushunaraydi, qamar ekanligini. Bu biz tushunmaydi. Shu qarshi taraf diqqat qildimi, yo'qmi, sinab baqish. 5-sabab maqom tar. Gap tiz dilmi sonmaydi. Jiddiychilik hozir holat. Gapni suzab o'tsaq bo'lmaydi. Shunga o'rinda jumlaning mazmunlarini tashlab o'tamiz. Masalan, ya bir kasallik tufaylidan bir odam qattiq og'riq vaqtimda nayt mijozim yo'q. Gap qilishqim rayim bo'lmaydigan holatda qishimda o'tirib, nim bo'lla, na'dir og'riydi, qanday bo'lib qoldi desam, men nayt xo'shaqma asosida beshim deb qo'yman. Og'riydi uni tashlab o'taman. Shu mijozim yo'q, o'rnimdan tura olmay deb qo'yman. Qolgan bilakimni tashlab o'taman. Masalan, nima desa, gapga rayim yo'q. Masalan, she'rdima qala li kayfa anta qultu alil sahun daimun husnun tawil. Boshqalar kelib ahvoling qanday dedi, men dedimki, Ali, beshtiki men kasal degan gapmi yo'q u yerda. Bu mendagi kasal davomli uyqusizlik va uzun bo'lgan beoromlik. Mana shakl. Oyatdagi asosiy maqsad ana alil degan anani tashlab o'tdi masalan. Ya fursat o'tib ketishdan ansirganlik ko'rsatdi. Masalan, o'g'itchilar odatda qarlab turib kiyik chiqdi dedi. Kiyik ani keldi, ani kiyikni ko'rdim degandek uzun jumlada bo'lsa kiyik qatishi mumkin. Bir qizlar uning mubzasini yoki filipayni tashlab o'tibliganda kiyik deb qo'ygan gapchi. Masalan, nima desa, ota degan gapchi u. 6-sabab birovni kutirish, ta'zim uchun yoki haqoratlash uchun. Nimishqa sening tilingdan saqlab qolishni bak cho'ng odamki buni tilga olsam bo'lmaydi degandek bir xil uqumni ifodalash yoki sening tilingni uningdan saqlab qolishga anda pes narsalarni ig'zimga apib yemay degandekchi. Masalan, birinchi misoli nujumu sama degan osmonning yulduzlari deb o maqtamoqchi bo'lgan iliq shaxslarni tilga ololmagudek darajada bir xil cho'ng odamlar degandek bir xil holatda. Ikkinchisi, masalan, palonlar deb o'ltirishqimi rayim bo'lmay, tilimga olmay ularni qavmun iza akalu akhfa va hadizam nachar bir odamlar tamoq yesimi ovozini qana qiladigan yushiradigan dasturxonimizga kelib palonga deydigan bir xil odamlar deb u odamni ig'zimga apymaydigan asosda tashlaydigan ahvollar bor. 7-omil she'rninki vazni yoki qofiyasiga rioya qilish uchun. Masalan, vazning misoli nahnu bima indana va anta bima indaka radin desa, mujrimning o'zida nahnuning nimasi yo'q, xabari yo'q. Anta bima indaka xabari radin. Jumlaning keyindagi radin, oldidagi radunni ifodalayolgan bo'lg'achqa nahnu bima indana radun deki radun qana qilingan tashlangan. Agar uni to'liq aklay desam, bunda chiqib qoladi. Nahnu bima indana radun va anta bima jumma she'rning qofiyasi buzilib ketadi-da. Va ra'yu muxtalif. Fikr har xil bo'lsa, lekin hamma bilan o'zimiznikiga qoyil degan gap. Ikkinchisi saj'ining misoli ma wadda'aka robbuka va ma qala. Chunki suraning 5-i va duha va layli idza saja
ma wadda'aka rabbuka va ma qala asqalaka aslisi. Chunki xitob butunlay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xitob kapni tashlab etishi oyatninki favosilga rioya qilish uchun. Har suraning har oyatninki to'xtashda a deb to'xtagan bo'lsa, shu favosil buzilib ketmasin uchun shunashqa kap tashlangan. Bu 7-sabab. 8-sabab jumlaning ma'lum bo'laklarini tashlab etish. Qisqalik bilan ixtisor degani o'zi ixcham, lekin ma'nosini umumlashtirish. Odatda ba'zi bilaklarni tashlasa ma'nosi umumlashadi-ku. Tilga ilinsa, ma'nosi tilga ilingan bilakka xos chiqib qoladi. Tashlansa umumlashadigan gap. Shu maqsadda tashlanadigan gap. Masalan, vallohu yad'u ila darissalom desa, yad'uniki kimlarni chaqirdi? Alloh darissalomni chaqirdi dedi. Kim chaqirdi? Jami'a ibadihi ma'da. Agar keltirsak jami'a ibadihi deb hammani keltirsak uzun. Necha gap hamda 3 so'z. Jami'a ibadihi 3 tane söz umumni ifodalash. Ammo u 3 tane so'zni ifodalamay, bir dona so'z ifodalaymansa umum ifodalanmaydi. Shuningcha tayinliq tashlab deb labzi qisqa, ma'nosi keng shaklda umumlikni ifodalaydigan gap. Ya'ni jami'a ibadihi degan gap chunki ma'mulni tashlab etish umumlikni ifodalaydi. Bu hammalarga ma'lum masala. 9-sabab adab axloq yuzidan ba'zi jumlalarni tashlash to'g'ri gap qoladi. Masalan, qattalafna falam najid laka fis-sudad wal majd wal makarim misla desa, mashinaning misolini mazmunini tushunishdan ilgari biz odatda masalan, shu bilan o'quvchilik sohasida bir o'quvchi bir ustozning qishidan ketdi, ruxsatsiz ketdi masalan. Keyin cho'gilab u ustozning qishqirib toza qanot qilmay eng oxirida kelgan vaqtda 5-singlti bo'ldi ustoz. Endi jiq izlab ketdik, sildak ustozni topolmadik desa. Mushtumning o'zida izlab ketdik. Sildak ustozni qana qilamiz topamiz desa, bahasna va lam najid mislak degan jumla bo'ldi shu. Ammo shada bahasnaning keyinida bahasna mislaka va lam najid mislaka degan gap-ku. Sildak ustozni izladik, sildak ustozni topamiz degan gap. Lekin oldidagi mislakni tashlab o'tdi. Bahasnaning mislak mishqa desa, bir odamning shoyiga qarab turib, masalan, o'quvchilar ustozning o'tirib adab axloq masalasida sildak ustozni izlabdik, digili xijil bo'ladi. Shuningcha jiq izlab ketdik, sildak ustozni topolmadik desa, izlab ketdikning keyindagi ma'lum behtashliqlik sildak ustozni topolmadikki u bor. Chunki maqom ustoz shogird ustozni maqtum solmaydigan maqom. Bunda maqom bo'lg'achqa sizlarga o'xshash ustozni izladik degili yuzi chimildi. Yani adab yuzidan sizlarga o'xshash degandagi mislikni tashlab o'tib, topolmadik degan yerda antil qoladigan gap. Bu odamda bir xil ancha-muncha maqtash shaklini mashina o'xshashga qattalabna izlab ketdik. Falam najid laka fis-su biz sen uchun deydi. Ulug'liqda, suda degan ulug'liq, majd degan ulug'liq, izil axloqda mislini topolmadik. Asli oyatda qattalabna mislan degan gap asli shu. Bir sizlarga o'xshash odamni izlab baqdik, sizlarga o'xshash odam topolmadik degan gap. Adab axloq yuzidan izladik degan yerdagi mislni tushiradigan gapda. 10-si, 10-si bek muhim ham amaliy qo'llanishchanligi bek yuqori. Mutaaddini lozim o'rnatish. Nima degan gap bu desa, bilasizlar, arab tilidagi fe'llar mutaaddi lozim deb ikkiga bo'linadi. Mutaaddi fe'llar o'zining paylanmay maf'ulun bihi o'tadi. Ma'nosi shunga mos shaklda ifodalanadi. Lozim fe'llar maf'ulni taqozo, ya'ni to'ldiruvchini taqozo qilmaydigan shaklda ma'no ifodalanadi. Endi mutaaddini lozim o'tishadi degan gap, mutaaddi ma'nosiga fe'lning mutaaddi ma'nosini lozim fe'lning xarakteridagi ma'noga o'zgartiradi degan gap. Masalan, sariqa desa o'g'irladi degan gap. Nimani o'g'irlaydi? Ya ani o'g'irlaydi, ya ma'ni o'g'irlaydi, bir narsani o'g'irlaydi. Buning to'ldiruvchisi ketadi buningga. Lekin mushu sariqa degan fe'l lozim bo'lsa qanday tarjima qilamiz? Mutaaddi bo'lib qolsa o'g'irladi ekan. Lozim bo'lib qolsa o'g'irlik qildi. Ma'nosi mutaaddini lozim uchun. O'g'irlik qildi desa, vaqtda maqsad shaklni ifodalash to'ldiruvchilar munosabatsiz. Yani mutaaddini lozim uchgan bo'ladi. Alima desa bildi. Nimani? Ma'lum narsani bildi. To'ldiruvchi, nima? Mutaaddi. Lozim o'tsa bilimlik bo'ldi. Bilimlik bo'ldi desa to'ldiruvchi ketmaydi. Balki mutaaddini lozimning o'rniga tushirish degani dal filninki mutaaddi ma'nosi lozim ma'noga o'zgardi degan gap. Nimish qadsa g'araz ma'mulga munosib bo'lmaganlik uchunki bu yerda ma'mulni keltirmisin bo'ldi. Masalan, hal yastavillazina ya'lamun va allazina la ya'lam. Bayan og'a misolimizdagi alima ya'lamu shu. Asli bildi degandan to'ldiruvchi ikki to'ldiruvchi ketadi ma'filga. Lekin mayada to'ldiruvchini tashlab etdi ma'mulun bihni. Uni tarjima qanday qilamiz desa, bilimlik odam bilan bilimsiz odam hargiz teng emas deb tarjima qilamiz. To'yib. Demak, yuqoridagi 10 sabab
cümledeki bileklerini taşlaşının sebepleri. Ondan başka taşlaşının her xil şekilleri mi var, başka sebepleri mi var? Kitapның ixchamligi o'quvchilarning saviyasiga yarasha mushunchligini hikoya qilamiz. Eng oxirida turib davatudi. Fe'lni noib fa'ilga isnod qilishmi hasbining qatoridan hisoblanadi degani biz nahvida bunda bir ahvolni qo'ydik. Noib maf'ul, ma lam yusamma fa'iluhu deb qo'yamiz, noib fa'il deb qo'yamiz. Fe'l majhul shaklga keltirilib, fa'ili tashlanib, maf'ulun bihi qanaqanda isnod qilinadi. Mushu hasbining qatoridan. Chunki bu yerda jumlaning aslisi ma'lum. Har qanday bir fe'l deganning fa'ili ketadi, to'ldiruvchisi ketadi. Shundan mutaddi bo'lib qolsa, endi bu yerda fa'il tashlanib, fe'l to'ldiruvchisiga isnod qilinadi. Cho'qim bir bilak tashlangan bo'ladi. Mushu hasbining qatoridan. Nimishqa tashlandi bu yerda fa'il desa, ya buning ansiganlik yuzid. Masalan, daraba Muhammad Bakran deb qo'ysak, Bakrning oilasiga kelib yoki Muhammad kelib bizni nima deb qo'ysa mening o'g'illigim deb urib qo'yishi mumkin. Shuna majhulni tashlab o'tib, fa'ilni majhul shaklda duriba bakrun deymiz. Fa'ilni demaymiz. Yoki fa'ildin ansirganlik uchun kema lil xawf minhu degani fa'ilni qo'qqanlik uchun. Lil xawf alayhi degani fa'ildin ansirganlik uchun. Ala wala minning ma'nosi shu farqi shu. Masalan biz Muhammadni deb qo'ysak, o'g'il Muhammadni Bakrning oilasiga kelib Muhammadni urib qo'yish ehtimoli bor. Bunda qayerda yani daraba Muhammadun Bakran demaymiz. Duriba Bakrun deb fa'il tashlab o'tamiz. Yoki bilmaganlik, masalan kechgacha birisining bir mol mulki o'g'irlanib ketgan bo'lsa, o'g'ir o'qimaymiz endi. Bunda vaqtda biz fa'ilni demsak jumla tuzilmaydi bo'lib qolsa, bir bo'lmay qolgan. Shuna fa'ilni tashlab o'tib majhul shaklda suriqa al-amwal, yani suriqa yani pullar o'g'irlandi desa fa'il bilmaymiz. Yoki suriqal mata'a o'xshash. Yoki aniq bilinganligi uchun, aniq hammadan biladi uni. Xuliqal insonni da'if desa, insonni kim yaratgan hammadan biladigan bo'lgan. Mushomulat beradi. Fa'il tashlanib fe'l to'ldiruvchiga isnod qilinadi. Buni biz nahviy qoidamizda noib fa'il ekmak ulmala musamma fa'il deymiz. Mushu bilan qatori degan desa, mushu hasb bilan qatorida. Mushu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Undan keyin bizning kitobimizning nechinchi mazmuni 3-bobi, ya'ni ilmul maanining 3-bobi taqdim ta'xir haqida. Ammo hammalar bilisizlar eg'izimizdan jumlaning hammani biraqlam chiqara olmaydi. Muhammadun talibun desa, cho'qim eg'izimizdan birsi burun, birsi keyin chiqadi. Cho'qim. Ana hammasi biraqlam Muhammadun degan chiqara olmaydi bu gapni. Cho'laqa Muhammadun talibni biraqlam chiqara olmaydi. Cho'qim birsi keyin birsi. İlgiri oluşunun ma'lum bir sebebi var. Cümlede mesela fail ilgiri oldu, mef'ulun bih fi'lin ilgiri oldu, fil fa'ilin ilgiri oldu degandek her bir bilekte bir o'rin oldu. Muşundan o'rini buluş bazı vaqtda o'rindan halqib kim qildigan narsalar oldiga uchun taqozo qildigan, oldida kelgan narsalarni keyingi uchun taqozo qildigan bir xil holatlar shakllanib qoladi. Mushu holatlar ne uchun desa, avtori davatudi. Ma'lumki cümlenin barliq bilaklerini birla vaqtda talaffuz qilish mumkin emas. Balki cho'qim ba'zi ila muqaddam qilinishi, ba'zi juz ilani bilaklarni muaxxar qilish kerak. Endi shu bilaklardan hech narsa o'zi muqaddam qilishga yana bir narsani avlo emasligini hamiz jumlaning bilaklari o'g'atqa ma ilgir olsun, ma keyin olsun, ma'nosal ko'nglimiz yaqin digilolmaydi. Hamma alfazlarninki e'tibor darajasi alfaz olgan nuqtadan o'rtaq bo'lganligi uchun anda olganda cho'qim ma'ni aninga muqaddam qilish uchun shuni taqozo qilgan bir sabab ketdi. Shu sabablar qaysi desa, jumlaning bilaklarini birisi-birisidan muqaddam qilishdan ma'lum bir sabab degani bir nuqtani qo'ygan o'quvchilar, saboqdoshlar cümlede ifadelangan ma'no degani. Bir bilakdan muqaddam bo'lishida cho'qim bir ma'no bor. Bir bilakdan muaxxar bo'lishida cho'qim bir ma'no bor. Dal mushu ma'nolar to'g'ri tushunilgan vaqtda bizning tarjimamiz chiroyli chiqadi, tushunishimiz to'g'ri bo'ladi, ifodalashimiz to'g'ri bo'ladi. Shu sabablar mayda abtur davai deb keltiribdi, biroqlar mutlaq shaklda bayatanqi oldidagi mazmundagidek ya davail hazf, davail zikr deb keltirib, davai keltirishi. Chunki majmulda bir bilakni shunda oldiga chiqsak, tabiilan yana bir bilak keyiniga o'tadi. Birisi-birisilar bunda ta'tir talozum bo'lg'achqa, ma oldiga o'tsa, ma keyiniga o'tadi, ma keyiniga o'tsa, ma oldiga o'tgan bo'lg'achqa, sabab bir o'slar ikki hadis yuz beradi. Taqdim ta'xir. Shunlashqa davai deb keltirishning sababi shu. Birinchisi shu sabablarning birinchisi keyingi bilakka qiziqtirish. Qanday chaqda oldidagi bilak ma'lum bir g'ayrilikni, g'araba degani yot g'ayrilikni bildiradigan bo'lsa, oldidagi bilakda bir xil qiziqarli mazmun bor. Shundan keyingi bilakda nima bo'lgan bo'g'ay deydigan bir xil holat shakllanadi. Jumlani obda anglaydi. Masalan, biz sirtdan kirib lekinde ajoyib urvatdi dedim.
Cümleningki urvetdi deb xabar bilgini oldi dedimde, iki bilgini demedim. Bu kim ne dese, yani şu bek urvetdi, bek qattiq urvetdi deb qancha gapni so'zgan sira, ayg'in chiqamagan sira qarshi taraf jiddiyleşib, texmi obda anlay. Mandaq bir hodisani shakllantirish uchun shu jumlaning ba'zi bilaklarini oldiga o'tkazamiz, ba'zi bilaklarini keyinga o'tkazamiz. Masalan, "Vallazi haratil bariyatu fi" shunda bir kishiki butun insoniyat buningda hayron qolgan. Kim o? Hayvanın mustahdasun min cemaati. Cansız narsani paydo bo'lgan bir jonlar. Bu şiir mening bilishimcha ismini qilishi Payg'ambar alayhisolamga to'g'ri aytgan şiir. Butun insoniyat hayron qilib, hayron havas qolgan zot kim o? Payg'ambar alayhisolam. Abi spermdan yaratilgan butun dunyoni qanaqib etgan, o'zgartib etgan. Butun dunyo bunun qilgan ishlari haqida hayron qolgan zot o'g'achqa mushtar shaklda shir keltirgan oldigi jumlani vallazi haratil bariyatu fih deb sim mavsul asililik igine cümlenin 5'te kelishi keyingi xabarga qanaqalish qiziqtirish. Bu birinchi sabab. İkincisi, xushallik yoki bearamlikni oldirtish. Odatda siz bizni uyga kirib boshqalarningda xushal qo'ymoqchi bo'lsak, og'zimizni tunji qilib, ashula xo'shildigan gapni chiqarishni xohlaymiz. Masalan, bizning bir hukumimiz yoki bizning bir bolamiz imtihon bergan, imtihondan o'tdimmi, o'tmadimmi qattiq jiddiylashyotgan paytda ütüpsədən deyimizdə, intihamıdın ütüpsə emas, ütüpsə desək, dese intihamıdın deydiğən bunda bir avval deydiğən bir gepimiz var. Şu məlum bir biləkli muqaddəm deyişimiz, şunu sel xuşal qilib etiş üçün burun deydiğən bir muqaddəm qılınıdı. Yəni ki, əgər biz aldıda sözməkçi olğan məzmun qatdıq, bearamlıq məzmun, qarşı tərəfində qatdıq bir açıqın keltiriş məqsimiz olub qalsa, avval şunu deyiş araqılıq bearamlıqını texmi ilgir. Məsələn, qatil ya komsa bir jinoyatchining birisi sotning o'zi haqida jinoyat hukm chiqarishni kutib turibdi-da. Nim deb hukm chiqadi deb qattiq jiddiylashyapti. Qozining og'zidan tunji chiqqan so'z uningga ta'sir qilgan so'z o'g'achqa al-af anka sudira bihil amru desa, buyruq shu afu qilishdan sodir bo'lindi desa, al-afni burun deganlik shu bo'ldi, qolgan gapni anglamaydi endi jinoyatchi. Afu degan gapdan keyin ha bo'ldim deblar mana bir xil o'zini yo'qotib qo'ygan gapda yoki al-qisas hakama bil qodi desa, qisas degandan keyin o'shin ketib aylanadi u. Bir xil bearam qil ya balduroq bir bearam qil ya balduroq xushal qilish degandek bir maqsadlar tufaylidan jumlaning ma'lum bo'laklardan muqaddam oxir qilinadigan gap. Uchinchi sabab mutaqaddim, ya'ni ilgirki jumla, oldingi jumla inkor va ta'ajjubning o'rni olgan bo'lsa o'rni olgan bo'lsa, degani dal qarish tarafga alohida demoqchi bo'lgan gap shu. Masalan, abada tul tajriba tanxadi bi hadhihi az-zakharib. Shuncha uzun yillik tajribalardan keyinmi mushtaq bir ehmiyatsiz odam oldidigan ishlarga oldinib yuramsa, asl jumlani atanxadi bi hadhihi az-zakharib abada tul tajriba deb men keyinni keltirdim. Lekin oldida keltirish ammaningki dal inkor qilayotganda odatga odam bo'lsang-ku oldansang mayli. Shuncha uzun tajribadan keyin deb magap muhim halqa. Dal qarish tarafninki qarish tarafga doq qilayotgani maya o'g'achqa o'shani muhimligini ifodalash uchun shu oldiga keladigan gap. Mana uchinchisi. To'rtinchi sabab taraqqiy yo'lida mengishligini jumlani pastdan yuqoriga, xasdan amga, juzdan kulg'amında chiqish. Yani amna avval keltirish, ondan keyin xasni ondan keyin keltirish. Chunki am xasdan keyin so'zlansa la yakun lahu faida. Uning alohida nimasi yo'q, ahamiyat olmaydi. Masalan, hadal kalam sahih. Fasihun nimo balighun. Hadal kalam sahih. Sahih degan bir am o'qim. To'g'ri degandan keyin to'g'rilishga munosabatlik butun mazmunlar o'z ichiga oladi. Keyin fasih, baligh ma xos sifatlar tilg'alinsa, undan keyin texmi bir xil, masalan, hafizu ala salovat va salatul wusta. Namozlarga ahamiyat beringlar. Avval bir buyruq keldi. Va salatul wusta degandan keyin shu namozlarning ichidan muhim bo'lgan asrga qanaqa qilinglar, ahamiyat beringlar. Bir xil keyin xos tarafninki, xos bilakninki muhimlikni ifodalaydi. Ya'ni fasihun balighun desa, sahihni tilg'alishning hojati yo'q. Fasih baligh bo'lgan narsaning hammasidan bo'ladi, sahih bo'ladi. Ammo baligh deb qo'ysam yana sahihni tilg'alishga, fasihni tilg'alishga ehtiyoj yo'q. Shunga birdan tildigan gap. Avval sahih deydigan gap.
Ondan keyin fasih deydigan gap. Ondan keyin baligh deb eng oxirgi aytiladigan gapda mana shaklda. 5-incisi shakllanish tartibiga rioya qilinishki, la ta'khudhuhu sinatu va la nawm desa, Allohni mugidash va uyqu tutmaydi desa, mugidash uyquning sanani burun akaldi, sinani Navmni kine keldi. Çünkü tertip cihetde avval adam uxlapılıp mügdemdi, mügdepılıp uxlandı. Manda oğaçqa şon tertipki rioya qilish uchun avval sinani, andan navmni kelgan gap. 6-cı sebep al-umumus salb aw salbul umum. Ma muhim raqamda. Yani menfi cümlelerde, yani bulutsuz cümlelerde nefi adatı bilen cümleninki, ma'muluninki ikkisining o'rnining ilgari keyin kelish masalasi bu. Bir cümlede nefi adatı bilen, yani cümleninki nefi bölük bilen, menfi bölekning, nefininki ma'mul olgan bölekninki nefinin aldıda kelish yoki menfinin aldıda kelish masalasi. Nefi aldı kes qandağı ma'nuludu, menfi aldı kes qandağı ma'nul desa, bu yerdan umumus salb yoki salbu umum ma'no chiqadi. Bu gapni o'zimizning gapiga aylantirlar. Ya cümlenin içindeki her bir partni inkar qilgan inkarni umumlashtirish, nefini umumlashtirish yoki umumni nefi qilish. Nefini umumlashtirish deganimiz her bir shaxs saqlanmaydi. Hammasi nefi qilinadi. Umumni nefi qilish deganimiz umum holatni nefi qilamiz, juz'ilari nefi qilinmaydi. Masalan, buning misoli umum odatini nefi odatiga muqaddam qilish bilan avval qilsa bo'ladigan umum salab degani shu. Buni alaqqa kullu fartmi deb qo'yamiz. Nefining mazmuni har bir shaxsga boradi. Masalan, kullu zalika lam yakun desa, ularning hech qaysi hammasi yuz bermadi desa, Aum bo'lmadi, maum bo'lmadi, maum bo'lmadi, maum bo'lmadi degan gap. Ya'ni lam yaqa hada va la zak degan gap. Masalan, bu tipik misoli kullu darahima pashquludu, kullu darahim lam akhuz desa, men pulning hammasini olmadim desa, manimi olmadim, animi olmadim, bir tillami olmadim, ikki tillami olmadim degan gap. Ma'noda kul, mana umum odati lam yakun, ya'ni lam akhuz degan nefi adatini muqaddam qildi. Ma'noda kullu part ma'no chiqadi. Har bir juz'ini inkor qiladi. Ma bir. Ikkinchisi salbi umum degani umumiy holatni nefi qiladi, ichki holat emas. Bu qanday chog'da bo'ladi desa, nefi odati bo'lgan, lam degan nefining vositasi umum odatiki kulning oldida muqaddam bo'lib keladi. Masalan, bayatning misolini tartib ko'rsak, lam akhuz kullat darahim. Lam akhuz kullat darahim bu vaqtida tarjimasi men pullarning hammini olmadim degan bo'ladi. Hammini olmadim. Ya 2 tanga oldim, 3 tanga oldim men degan gap. Ma olmadim degan o'qim hammasiga qaratiladi. Ichidagi bir juz'ini inkor qilinmaydi. Ya'ni lam yakun kullu zalik desa, hammasi yuz bermidi, balki ba'sining subuti, ya'ni subutiga ehtimoli va kullu farqiga ehtimoli va, lekin abaytig'ini keskin kullu farq chiqmaydi. Ma bir farqi shu. 6-chi sabab taqdim va ta'xiriniki ma'u. 7-chi sabab taqdim va ta'xir shakllangan jumlaning bo'lakidagi xabar bo'lak fe'l bo'lib qolgan vaqtida andan igi bo'lakni muqaddam qilish hukmni kuchlantirishni ifodalaydi. Ma'bak muhim halqa. Odatda ba'zilar farqlantirmaydi. Qama Muhammadlan Muhammad qamining o'tirini farqlantirmaydi. Qama Muhammad normal jumla. Ammo Muhammadning oldiga chiqib, qamini keyniga o'tkazsak, jumlaning mazmuni kuchli chiqadi. Muhammad o'rnidan turdi deb bunda injiqlab tarjima qilsak ham bo'ladi. Al-hilal zahar. Nima ish qilib kuchli bo'ladi desa, qama Muhammadda, qama fil Muhammad fa'ili isnod qilindi bas. Tugdi. Ama Muhammed muqamida, Muhammed cümlenin igisi qami xabar. Xabar igiga bir qitim isnod qilinadi. Ondan keyin qamining o'zida filda ostida yana bir zimir bor, Muhammed qaytadigan. Ondan isnod 2 qitim yuz beradi. Bir qitim qami Muhammed isnod qilindi oldidagi Muhammedga, ma'u jumla olgan nuqtadan, igi olgan nuqtadan, ikkinchi qitim qamining tagidagi damir qamining o'ziga bir qitim isnod qilinadi, fil fa'il olgan nuqtadan. İsnad. Shu hukmning kuchlanishi li takarrur isnodga isnod takrar topqanlik bayatni degandek. 8-chi sabab xoslashtirish. Nima bilasizlar? Taqdim ma haqqu ta'khir yufidu takhsis deb bir qoida va kin keltirishga tegishli bilakni oldiga chiqish, takhsis degani jumlaning ma'lum bir bilakni hukmga xos qilish. Masalan, iyyaka na'budu aslisa iyyaka maf'ulun bihi chiqqan na'buduning keyinda na'buduka deb kelish kerak. Normal cümle qoidasi, lekin oldiga jumla munfasil qilib, zimir munfasil qilib o'tkazib, shuni o'ylanmaydi. Taxsis shakllandiga shuni tarjima qilgan vaqtda, ey Alloh, sana ibodat qilamiz emas, sana Alloh ibodat qilamiz deb tarjima qilamiz. 9-inchisi vazni, jumlaning vazni yoki qofiga
rioya qilish, masalan, vaznga rioya qilganning misoli, "Iza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khayrun min ijabatihi as-sukut" desa. Dört odam sana so'zlab har qancha atrofingda davronsilib ketsin, uningga javob berma. Chunki fa khayrunki fa chunki ifodalaydi. Sukut uningga javob berishdan yaxshidir. Ma'da as-sukut mubtada, khayrun xabardir. Mubtadadan keyin xabarning oldiga chiqishning sababi, she'rning umumiy vaznisi mushun taqozo qiladi. Shunga boshqa sabab yo'q. Bu vaznga rioya qilganning misoli. Ikkinchisi, sajdaga rioya qilganning misoliga kelsak, masalan, sajda deganimiz yana bayonlagandek favosil. Qur'oni Karimda sajda deyilmaydi, favosil deyiladi. Hozir o'quvchimiz sajdani farqlantirmay qafiyam deb Uyg'urchada qafiy deb tushunib turinglar. Qafiyaga rioya qilish uchunki, xuzuhu faghulluh thummal jahima salluh. Qaranglar, thummal jahimni jahim to'ldiruvchi pilning oldiga o'tib yotdi. Nimishqa qafiyaga rioya qilish uchunki fagulluhqa salluh uygun kelsin uchun. Thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. Asli fasluku oldida fi silsilatin zar'uha 70 zira'an keyinda kelish kerak. Lekin qafiyaga rioya qilish uchun shunga qilam manda jahimni oldida fi silsilatin oldida kerak xolos. Hamda biz hammaning sababini o'rtaq bayon qilib o'tdik. Taqdim ta'xirga ayrim sabab bayon qilmay, biroqlan bir sabab bayon qildik. Lam yuzkar li kulli min at-taqdim va at-ta'khir dawa'in khas. Taqdim ta'xirga xas ayrim sabab bayon qilganmidi? Chunki jumlaning ikki bo'likining birisi shunda muqaddam bo'lsa, yana birisi tabiiy muaxxarildi. Chunki u ikki bo'lak birisi bilan nima ching munosabatlik. Ma muqaddam bo'lsa, ma muaxxir, ma muaxxir bo'lsa, ma muqaddam bo'ladi. Shunlashqa o'xshash bir sababni bayon qildik. Shu sababdan ham taqdim ham ta'xir shakllanadi. Yuqoritilganligini taqdim ta'xirininki sizlarga mos shakldagi 9 xil omillari, bundan boshqa omillarim bor. Inshaalloh keyingi qatim cho'ngroq kitob o'qigan vaqtida yoki cho'nqurlab izlangan vaqtida inshaalloh so'zimni tatbiqotlar bilan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.